Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina Turayev, Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi videomizni sarlavhasidan ko'rib tushunib turibsiz. Ha, aynan. Bugungi videomizda siz ingliz tilida Taobao'ni qanday qilib ro'yxatdan o'tish, mahsulotlarni qidirish, xitoyliklar bilan gaplashish, Akex Cargo'dan manzilni olib Taobao ilovasiga joylashtirib va buyurtma berishni sizga o'rgatamiz. Agar siz Xitoy bilan biznes boshlamoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam uskuna olib kelmoqchi bo'lsangiz, marhamat pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilsangiz sizga qo'limizdan kelganicha siz istagan mahsulotni taxminan qo'lingizgacha qancha bilan kelib tegishini mutlaqo tekinga bojxona, yo'lkira xizmatlarimiz bilan hammasini mutlaqo shaffof sizga hisoblab aytib beramiz. Agar siz Xitoydan oldindan ham buyurtma berib kelayotgan bo'lsangiz, sizga bizning kargomizni narxi juda ham ma'qul kelgan bo'lsa, marhamat bizni kargomizdan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari 10 kilodan ziyod bo'ladigan bo'lsa, yukingiz sizga individual tartibda hisoblab aytib beramiz. Bizning mijozlarimiz o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotlarni ishoning 2,5, 3,5, 4, 5 va 6-7 dollardan press mishoklarimizni olib kelishadi. Gapimizni isboti mana bu yerdagi videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sotuvchilar bilan qanday qilib gaplashish va bundan tashqari qanday qilib manzil olib Xitoydan buyurtma berishni, viza kartani joylashni to'g'ridan to'g'ri sizga o'rgatib o'tamiz. O'ylaymanki, bugungi dasturimiz sizga ma'qul keladi. Bu videoni boshlashimizdan oldin Xitoy bilan biznes qilmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yasiz va qo'lingizga issiqqina choy yoki bo'lmasam bir bokal muzdekkina bilmadim qaysi vaqtda ko'rasiz, chalopni olasiz va dasturimizni boshlaymiz. Demak, bismillah deb boshlaymiz. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, bizga Play Marketga kiramiz. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bilmaganlar tepada qidiruv bo'limiga Taobao lotincha yoki kirilcha yozgan taqdiringizda ham unaqada ham chiqadi. Farqi yo'q. Taobao yozasiz, pastdagi Taobao'ni bosasiz. Endi bizda o'rnatilganligi uchun открыть deb aytayapti. O'zi aslini olganda bu yerda установить degan so'z chiqadi. Открытьni bosamiz. Mana bu yerda biz klon qilib qo'yganmiz. Mana birinchisida ham xuddi mana shunday chiqadi. Agree tugmasini bosamiz. Bu qabul qilish degani. Taobao'ga ishonganingiz uchun rahmat deb turib, xullas shu konfidensialnost deydi, o'shani tasdiqlaysiz. Mana bunday bosganingizdan keyin bu yerda sizga birinchi qiladigan ishni aytadi. Mana mashallah, o'zi juda ham zo'r chiqaribdi. Qarang, Hello Uzbekistan deyapti. Salom O'zbekiston. Switch to English interface to discover more surprise for Uzbekistan users deyapti. O'zbekistonliklar uchun maxsus deyapti. Ko'p anovlar bor, qulayliklar bor deyapti. Ingliz tilini tanlaysiz. Xitoycha desangiz Xitoycha, inglizcha desangiz inglizcha tarjima qilib generatsiya qilishgan. Bizga inglizcha qulay bo'lganligi uchun ko'p kishiga yaqin o'qiy oladi. Shuning uchun inglizchani bosamiz. İngilizchani bosganimizdan keyin mana bu yerda mana avtomatik ko'ryapsiz, уже сразу ingliz tiliga o'tib ketyapti. Hattoki bitta-ikkita joylari mana bu yerdagi ko'rayotgan bo'lsangiz rus tilida ham o'tyapti. Mana женщина, elektronika deb turib. Demak, Taobao mana bu yerda ham aytib o'tyapti. Welcome to Taobao, mana специальное предложение весенняя распродажа. Chet elliklar Taobaoda переводчикlar bilan foydalanib qiynalmasin deb generatsiya qilib berdi. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, biz bu yerda registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish juda ham oddiy. Mana bu yerda login tugmasini bosasiz. Bu yerda telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Telefon raqamingizni kiritganingizdan keyin pastda I have read and agreed. Men o'qidim va tanishdim deb aytasiz. Telefon nomeridan tashqari Alipay bo'lsa, Alipay orqali ro'yxatdan o'tsangiz ham bo'ladi. Ikkalasi generatsiya qilingan. Bemalol continue tugmasini bosasiz davom etishda. Aldadim deyapti. Tak. Phone case with chili. Bu yerda e'tibor beramiz. Phone degani telefon g'ilofi va deyapti with chili. Qalampir deyapti. Mana bunday bosamiz, mana bunday bosib ketaveramiz. G'iloflilarda demak, mana bu yerda уже qolmadi.
Bolg'ar ham qolmadi, chexol ham qolmadi. Shuni hisobiga submitni bosamiz. Mana keyin mana bunda yashil bo'ladi va biz kiritgan telefonimizga bu yerda bizga SMS kelishi kerak. Kutib turamiz. Hozir sizga SMS keladi. Bu SMS avtomatik bu yerga kirgizasiz. Kodni terganingizdan keyin mana bu yerda ID verification deb chiqib sizni mana ruxsat berdi. Endi esa razрешить bosasiz. Bu 100% ishonchli ilova. Qo'rqmasdan razрешitni bosavering. Bizga kartalarimizda ham hamma narsamizda shu akkauntlarga tiqib qo'yganmiz. Umuman hech qanday bir pul yechilib ketish yoki bo'lmasa boshqa holatlari bo'lmagan. Ishonchli. Demak, siz mana bu yerga kirdingiz. Kirganingizdan keyin sizga har xil mana bunday bir ajoyib kiyimlar, narsalar kutib oladi. Narxlari anchagina arzon, mo'maygina. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish, o'zingizga kerakli bo'lgan narsani topasiz. Endi topish turlari har xil. Aytaylik, mana bu sizga mana yoqdi. Yoqqandan keyin 19 yuan turibdi. 19 yuan endi qo'pol qilib sanab beraman. Men sizlarga qancha bo'lishini 7 ga bo'lamiz. Mana misol uchun 19 da bo'lamiz 7 ga. 2 dollar 71 sent. 1 dollar 7 yuanni tashkil qiladi. Demak, bu yerga o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar, o'zingizga kerakli bo'lgan razmerda tanlab turib add to cart korzinangizga qo'shsangiz bo'ladi. Yana misol uchun bu yerda kirgandan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz 19 yuan turadigan narsa narxi o'zgarib ketdi. Bu yerda stiliga, turishiga qarab turib narx o'zgaryapti. Mana 39, mana bu yerda 29, xullas shunday. 19 yuanga ham bor, lekin mana bunaqasi, mana oddiysi. Bunisi esa 29 yuanni tashkil qiladi. Demak, o'zingizga kerakli bo'lgan mana uni tanlab turib razmerni korзинаga bosasiz. Mana misol uchun men o'zi 42 ekanman, lekin Xitoy razmer bo'lganligi uchun bir razmer katta olgan afzalroq bo'ladi. Add to cart qilasiz. Mana screenshot qilib olaman. O'z buni yana arzonroqni topishga harakat qilamiz, lekin unchalik ham arzonni olmagan yaxshi. Demak, yana mana shu tovarlarni o'zidan qidirib topmoqchi bo'lsak, mana bu yozuvning ustiga bosib tursak, mana share link deyapti. Bu yerda mana kimgadir do'stingizga uzatmoqchi bo'lsangiz, rasmini ko'rsin deb share linkni bosasiz, mana bu yerda sizga chiqadi. Telegram, WhatsApp qaysi biri bo'lsa, Telegram bo'lsa Telegram bosib, o'zingizning do'stingizga yoki sherigingizga shunday bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Hamda qo'yib turib, mana jo'natasiz. Do'stingiz ham linkni ustiga bosib turib, ochib ko'ra oladi. Bemalol. Demak, narsani qanday bo'lishini ko'rsatdim. Endi yana xuddi shu tugmani ustiga bosib tursangiz, so'zini kopirovat qilib olasiz yoki bo'lmasa find similar deyapti. Bu xuddi shunga o'xshagan tovarlarni qidirib topib beradi. Bu yerda mana ishlaganimiz uchun ana o'qigan verifikatsiyadan o'tgan deb aytayapti. Ikkita roza tepada o'qing. Relays the slider imitated after ikkita rozadan keyin to'xtat deyapti mana. Bunday qilasiz bo'ldi. Yosh bolalar xarid qilmayaptimi deb aniqladi. Tekshiradi sizdan. Mana boshqa joylarda ham ko'rayotganimizdek narxi shunday ekan. 29 yuan, 49 yuan. Faqat mana bu yerda katta ehtimol bilan sifat yaxshiroq, 49 yuanlikda e'tibor berayotgan bo'lsangiz 500 ta sold degan. Bu nima degani? 500 ta sold bu 500 ta sotildi degani. Bu esa 10 ta sotildi. Sotuvlar soniga qarab turib narsani sifatini ham aniqlay olasiz bemalol. Hech qanday bir qiyinchilik joyi bo'lmaydi. O'zingiz ikkilanayotgan bo'lsangiz, har doim sotuvlarda soniga qarang. Chunki xitoyliklar yaxshi tushunadi, hech qachon o'ziga bir yomon narsani xarid qilmaydi. Mana bu yerda esa mana 9000 ta sold bo'lgan. Juda ham katta. Kirganingizdan keyin pastki qismiga tushsangiz, mana bu yerda mana reviews, odzivlar bor. Odzivlarni kirib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Odzivlar bu yerda mana xitoycha yozilgan, tarjima qilinmagan. So'zlarni tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, sizga Play Marketga kirsangiz, Tab Translate degan ilova yordam beradi. Mana Tab Translate yozasiz. Mana bu aynan qizilda bosasiz. Mana bu yerda menda bor. Siz ustanovit tugmasini bosib turib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. U yerda tillarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ma'lumot o'rnida bunda ko'rsataman. Mana bu yerda xitoychadan ruschaga, xitoychadan siz o'zbek tiliga qo'ysangiz bo'ladi. Keyin
asosiy tarjimon sifatida bu yerda Google'ni tanlaganingiz afzalroq bo'ladi. Ilova bepul bo'lganligini hisobiga reklamasini rosa joniga tegadi, lekin o'tkazib yuborasiz. Aslida bu pullik, lekin siz reklamasini tomosha qilsangiz, bepul ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerda Google Translate bor, Al Translate, Google Translate tanlaganingiz yaxshiroq. Ruscha, o'zbekcha qo'ysangiz bo'ladi, xitoycha, ruscha qo'ysangiz bo'ladi. Menga ruscha qulay bo'lganligi uchun men ruschani tanlayman. Ham to'g'ri tarjima qiladi. O'zbekchani qo'yib ham tarjima qilsangiz bo'ladi, mana bunday, lekin unchalik ham yaxshi tarjima qilmaganligi uchun men ruschani qo'yaman. Tepada off tugmani shunday bosasiz, mana don't show again, yana qaytadan ko'rsatmaga accept qilamiz. Bu yerda aytayapti, qaysi ekranda tarjima qilay debdi. Alohida bitta tanlasangiz bo'ladi, bitta ilovani o'zini yoki bo'lmasa ves ekran qilsangiz bo'ladi. Boshlashni bosasiz, mana bunday tugmacha chiqadi. Bu tugmacha orqali siz o'sha stranitsaga o'tganingizdan keyin mana bunday tugmachani bosasiz, mana. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib beradi, mana. Товар не тот заказал, цвет не тот, и один дорогой, поэтому я не буду его обменивать. Mana bu yerda aytayapti, rangi boshqa keldi, boshqa tovar jo'natib yubordi deb aytayapti. Endi shunaqa yanglishmovchiliklar ham bo'ladi. Mana boshqalarni ham tarjima qilib ko'ramiz. Bu yerda aytayapti, mana повторный осмотр, очень хорошо, yaxshi deyapti-da, maqtayapti. Пользователь не ввел текст. Bu yerda endi shunchaki anavi qo'ygan, laykchalarni qo'yib ketgan, yozuv yozmagan, yozgani ham bor mana. Mana bu yerda повторный обзор, больше его смотрю, тем меньше он мне нравится. Menga juda ham yoqadi, sifatli deyapti. Shunday qilib odzivlarni o'qishingiz mumkin bo'ladi. Shunda siz adashmaysiz. Xitoy razmerlar 1-2 razmer katta olganingiz yaxshi. Demak, xuddi o'shanga o'xshagan tovarlarni qanday topish kerakligini men sizga ko'rsatib o'tdim. Endi esa buyurtma berishni sizga o'rgatamiz. Demak, bu yerda yana bitta qulay funksiya bor. Aytaylik, mana shu narsani bitta skrinshot qilib olasiz. Skrinshot qilib olganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri mana bu tugmani bossangiz, rasm orqali qidirish ham bor. Mana albomni bosasiz. Enable mana qo'shib turib, mana rasmni bosib, rasm orqali mana bunday qidirishingiz ham mumkin. Mana yana shunday chiqadi. 15 yuanlikka ishonmaysiz, 15 yuanlik kirganingizdan keyin mana bunday oddiy shataycha bo'ladi. O'zingizga keraklisini olaman desangiz, mana bunday qilib bu yerda mana o'sha 29 yuan chiqadi. Demak, buni ham o'rgatdim, rasm orqali qidirish. Mana o'zingizga kerakli bo'lgan hamma narsani siz rasmingiz orqali bemalol qidirsangiz bo'ladi. Realni rasm tushirsangiz ham bo'ladi. Aytaylik, mana bizning oldimizda mana choynak turibdi. Choynakni shunday bitta bosamiz, xuddi shu narsani o'zini chiqarib beradi. Mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham qulay. Demak. Tak. Endi yana bitta narsa, buyurtma bermoqchi bo'lgan narsa savatchaga o'tadi. Savatchani ustiga bosasiz, bunday qilib bosganingizdan keyin savatchada turadi mana bu narsalar, o'zingizga kerak bo'lgan narsalar. Demak, kirib turib sotuvchi bilan bemalol chat qilsangiz bo'ladi. Demak, hozir inglizcha versiyasida ishlamadi. Chat, mana xitoycha versiyasiga o'tamiz. Mana bu yerda hammasi paketlab turibdi. U yerda hali oxirigacha integratsiya qilishmagan shekilli. O'zingizga kerakli bo'lgan tovar avtomatik mana bu o'tadi. Mana bu tugmani bosasiz, nima mahsulot haqida gap ketayotganligini biladi, aytadi va bu yerda ketdi. Men sizga yana bitta qulay fishkani o'rgatib ketaman. Bu Yandex klaviatura. E'tibor beramiz. Mana bu yerda mana bunday bosganingizdan keyin mana qarang, menda bunaqa tablo chiqyapti. Bu Yandex klaviatura. Yandex klaviaturani ham xuddi shunday siz bemalol mana bunday bosib turib o'rnatib olasiz. O'rnatganingizdan keyin mana bu yerda GPDC ham bor, chati sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Siz o'zingizga bemalol kerakli bo'lgan tilda to'g'rilab qo'yasiz. Menga ruscha, xitoycha oson bo'lganligi uchun men shunday qilib qo'ydim, lekin siz olib turib bemalol bu yerda mana tojikcha yoki bo'lmasam o'zbek tilini qo'yib turib gaplashsangiz bo'ladi. Tarjima qiladigan tili esa xitoycha. Xohlasangiz ingliz tilida ham gap qo'ysangiz bo'ladi. Ingliz tili ham bor bu yerda. Demak, misol uchun bu yerda assalomu alaykum deymiz. Sifati qalay deymiz, misol uchun. Качество какое. Sifati qalay deymiz mana. Mana qizil bo'lib turadi, o'qigandan keyin oqqa aylanadi. Uni yozishini kutib turamiz. Agar yozadigan bo'lsa, mana bu yerda ko'p nuqtachalar chiqadi. Hozircha mana yozmayapti.
e'tibor berasiz, mana shu tepada yozayotgan bo'ladi. Demak, mana yozyapti hozir. Javobini yozdi. Endi esa mana bu tugmamizni bosganimizdan keyin butun betni tarjima qilib beradi. Assalomu alaykum. Что такое качество? Хорошее качество, дорогая deyapti. Yaxshi sifatli azizim deyapti. Keyin o'zingizga kerakli bo'lgan savollarni bemalol bersangiz bo'ladi. Demak, shunday qilib savatchaga o'tamiz. Savatchaga o'tganimizdan keyin o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni belgilaymiz. Mana check out tugmasini bosamiz. Bu yerda esa birinchi bo'lib turib bizni mana bunday holat kutib oladi. Endi bizda manzil kiritilganligini hisobiga bu yerda mana bu manzil turibdi. Lekin sizda manzil bo'lmaydi. Bu manzilni sizga qanday qilib kiritish kerakligini men sizga ko'rsatib ketaman. Manzil qanaqa manzil degan bir fikringizga keladi. O'zbekistondagimi? Yo'q, O'zbekistondagi emas, Xitoydagi manzilni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun nima qilasiz? Bu uchun bizni Telegram kanalimizga o'tasiz. Kuchukcha AKEX Cargo yozsangiz mana chiqadi. Hozirgi vaqtga kelib 3500 ta podpисчикimiz bor ekan va bu yerda mana bu tepa qismini bosib turib adminlarimiz bor. AKEX 1 ga yozadigan bo'lsangiz, mana bunday qilib turib bu yerda siz xabar yozasiz. Assalomu alaykum, menga ID kerak deb. Bu kishi sizga hamma ma'lumotlarni tashlab beradi. O'sha ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqing iltimos. Biz har doim adminlarimiz xafa bo'ladi. Hamma narsani yozib qo'ygan-ku, biz nima uchun odamlar o'qishmaydi deb. Hozir bilaman, tez zamonda yashayapmiz. Juda ham hamma narsa tezlashib ketgan, lekin hech bo'lmasa mana shu narsalarni o'qib olishimiz kerak. Juda ham foydali ma'lumotlar ko'p bo'ladi. U kishi sizga ID berishdan oldin nima narsalarni buyurtma qilish mumkin, nima narsalarni buyurtma qilish mumkin emasligini aytib o'tadi. Tanishganingizdan keyin u yerda pasport va o'z manzillaringizni to'liq kiritib bizga yuborganingizdan keyin sizga manzil berishadi. Husniddin bitta manzil berib yubor jigar. Endi bu yerda biz boshidan oxirigacha to'liq yozib yotmadik. Manzil beradi. Mana bu yerda o'sha mana ko'rsatilgan. Qanday qilib buyurtma, qanday qilib manzillarni kiritish kerakligini video qo'llanma bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana qo'shimcha juda ham ko'p maslahatlar bor. Mana berilgan manzilni ustiga bosib turib kopirovat qilib olamiz. Bu yerda ID AKEX 000 turibdi. Sizniki 000 bo'lmaydi. Sizga maxsus identifikatsion raqam beriladi. Skladimizga kelgandan keyin haqiqatda mana shu odamni yuki ekanligini biz bilib olamiz. Va sizga mana bunday ro'yxat tashlashadi. Mana bu mijozlarimizni yuklari. Masalan, AKEX 28, ID 0153. ID'sini yuklari mana yo'lga chiqqanligini ko'rsa bo'ladi. Bu track nomer. Demak, yana Telegram kanalimizda mana Zakrepitdagi tovarlarni olib bosadigan bo'lsangiz, bu yerda sizga kerakli bo'lgan Play Marketdan ko'chirib olasiz. Qachat qilib bo'lmaydigan ilovalar bor. 1688 misol uchun Pindodo yoki Pindodo bor adashmasam. Xullas, ko'p ilovalarni qachat qilib bo'lmaydi, lekin siz bu yerda hamma o'zingizga kerakli bo'lgan mana Yandex klaviatura, Translate, Google Translate hamma ilovalarni bemalol ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Manzilni, yana qaytamiz haligi joyimizga. Manzilni ko'chirib olganingizdan keyin qilishingiz kerak bo'lgan ish, sizda endi mana bu birinchi holatga qaytasiz. Mana pastdagi account tugmasini ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin tepada mana bu nastroyka tugmasini bosganingizdan keyin my address chiqadi. Endi esa bizda buni Xitoydagi manzilimizni kiritishimiz uchun ilovani biz Xitoy tiliga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun mana country and region language bosamiz. Va bu yerda countryni O'zbekiston emas, mainland of China ni tanlaymiz. Mana til birdaniga Xitoy tiliga o'tib qoladi. Keyin qizil tugmani bosasiz. Qizil tugmani bosganingizdan keyin yana pastdagi o'ng tugmani bosasiz. Yana mana bu ключchani bosganingizdan keyin mana bu qatorni bosasiz. Mana bu yerda hammasi inglizcha. Shunday bosganingizdan keyin qarab turasiz. Mana marhamat,
birdaniga o'zi qo'yib beryapti. Faqat siz qilishingiz kerak bo'lgan bitta ikkita ishlar bor. Hozir men buni ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda shundaygina qavschani ochasiz, sizga berilgan ID ni kiritishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun ID sizda 000 1020 bo'lishi mumkin, lekin men baribir 00 deb yozyapman. Qavsni yopasiz. Yoki bu yerga ID dan oldin AKEX deb yozsangiz ham juda ham zo'r bo'ladi. Lekin mana pastda bo'sh joy bor. Bu ism. Siz bunday qilasiz. Mana AKEX bu bizning kargomizni nomi. AKEX yozganingizdan keyin ID'ni yozasiz. ID men 00 misol uchun yozyapman. Siz lekin o'zingizning manzilingizni yozib qo'yishingiz, o'zingizning ID'ni yozishingiz kerak bo'ladi. Va pastda saqlash tugmasini bosasiz. Marhamat. Saqladingiz, mana manzil kiritildi 121 302 to'ppa-to'g'ri. Endi buni yana biz qaytib ingliz tiliga o'tkazishimiz kerak bo'ladi, bizga qulay bo'lishi uchun. Yana qaytib mana bu sozlamalar tugmasini bosganingizdan keyin eng oxirdagi mana bu tugmani bosasiz va bu yerda siz mana bu tugmani bosib turib pastda mana birinchisi Qirg'iziston, ikkinchisi esa O'zbekiston. Mana bu tugmani bosib tilni bu yerda mana inglizchaga qo'yasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan, misol uchun dollarda bo'lsa dollarda, endi so'm qulay bo'lganligi uchun siz mana o'zingiz so'mni tanlaysiz va confirm tugmasini bosasiz, qo'llashni. Mana yana inglizchaga o'tib oldi. Agar shu manipulyatsiyalarni qilmasangiz, sizdagi haligi manzil avtomatik manzilni kiritmaydi va siz u manzilni kiritguncha xatolik bilan kirgizishingiz mumkin bo'ladi. Demak, juda ham oson. Mana bu yerda bizga mana 20 yuan voucher beryapti. Kupon. Registratsiya yaqinda qilganimiz uchun mana olamiz. Bu yerda mana hamma narsaga ishlatsang bo'ladi, deyapti. Biz orqaga qaytamiz va xarid qilmoqchi bo'lgan poyabzalimizni ustiga bosib checkout tugmasini bosamiz va manzilimiz mana ko'ramiz, to'ppa-to'g'ri kiritilgan turibdi. Bu yerda endi buyurtma qilishimiz uchun mana narxi ham taxminan ko'rsatib turibdi. 55.175 so'mda. Qilishingiz kerak bo'lgan ish, siz endi kartani qo'shasiz. Mana add new card deb aytyapti. Juda ham oson. Kartangizda oldidagi 16 talik raqamini kirgizasiz va pastdagi ism, familiyani kirgizasiz. Birinchi kartangizda qanday bo'lsa, ismni kirgizasiz, keyin familiyani kirgizasiz, keyin oy va yili, amal qilish oy va yili. Keyin ko'p kishi bilmaydi, mana bu CVV nima deb. Bu kartaning orqasidagi 3 talik son bo'ladi. O'sha 3 talik sonni shu yerga kirgizishingiz kerak bo'ladi. Demak, kartani kirgizganingizdan keyin mana storage card information deyapti. Karta haqida ma'lumotlarni saqlaylikmi deydi. Siz ha deb turib confirm tugmasini bosasiz. Bu qo'llash degan. Bosganingizdan keyin bemalol vizangizga dollar qo'yasiz. So'ng kartalarni qabul qilmaydi. Sizda to'g'ridan to'g'ri shunaqa bir savol tug'ilishi mumkin. So'ng kartani tiqsak bo'ladimi deb. Yo'q, iloji yo'q. Hattoki vizani virtualini ochib kelishyapti. Mana PayMe'da, Click'da yoki bo'lmasa boshqa ilovadan ochishyapti. Virtualini u ham ishlamayapti. Men sizlarga to'g'ridan to'g'ri Ipak yo'lini tavsiya qilaman. Ipak yo'li, misol uchun Qashqadaryoning o'zida, Qarshini o'zida bir 10 dan ziyod bankomati bor. U yerda bemalol siz kartangizni so'm yoki bo'lmasam dollar orqali to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Doimo bankka borishga imkoniyatingiz bo'lmay qolishi mumkin. Shanba bozor kuni misol uchun bank ishlamaydi. Yo bankka borsangiz ochirat navbat bo'ladi. Siz bemalol kartangizni to'ldirib olasizda va bemalol xaridlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyin hamma ishni qilib bo'lganingizdan keyin Pay Now tugmasini bosasiz. Pay Now bosganingizdan keyin to'lov birdaniga o'tib ketadi. Faqat bitta narsaga e'tibor beringlar. Katta summali narsani birdaniga buyurtma bermang. Sizdan verifikatsiya so'rab qoladi. Unda siz support bilan bog'lanib, pasportingizni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Kichkina narsadan buyurtma beraverasiz. Bu kartaga hech qanday jalba tushmagandan keyin bemalol o'sha keyin katta summadagi narsalarni buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi buyurtma berganingizdan keyin
sotuvchi maxsus track nomer beradi. O'ng tugmani bosib turib to pay, mana to'langanlar deyapti. To pay, mana bu yerda to'lanmagani yo'q. Aldi bossangiz, misol uchun mana bu yerda to'lagan narsalaringiz chiqadi. Narsangiz omborga yetib keldimi, uni skladdagilar qabul qildimi bilish uchun mana bu yerda track order bosasiz. Mana bu yerda mana ko'rsatib turadi. Qayerga nima kelganligini. Mana bu tugmani bossangiz in transit deyapti. Hali yo'lda, hali yetib kelmagan. Yetib kelgan bo'lsa, sal boshqacharoq bo'ladi. Voy, uzr kechirasiz. Ваша посылка прибыла распределительный центр. Yetib keldi deyapti. Mana bu bizni track nomerimiz. Mana copy tugmasini bossak, ko'chirib olamiz va bizni kargomizga kirib turib, mana bu yerda bemalol tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar kelgan bo'lsa, mana bemalol mana shu yerda ko'rinadi. Bizning adminlarimiz Xitoydan O'zbekistonga qarab chiqqan yuklarni hammasini mana yo'lga chiqdi deb aytishadi. Kelish vaqtini taxminan yozishadi. Mana 16-20 kunda keladi deb. Aziz do'stlar, o'ylaymanki bugungi dasturimiz sizga ma'qul keldi va videomizni aynan mana shu joygacha siz yetib keldingiz. Agar yetib kelgan bo'lsangiz, izohlarga tushib turib yetib keldim, o'z minnatdorchiliklarimizni bildirsangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Chunki bizga YouTube hech qanday videoni ko'rganingiz uchun pul bermaydi. Qilayotgan mehnatlarimizni evaziga siz bor yo'g'i mana shu videoni Xitoy bilan biznes boshlamoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa Xitoydan kargodan foydalanayotgan do'stingiz bo'lsa, ulashib qo'ysangiz, u o'zi bilmagan narsalarni, sirlarni balkim bilib olishi mumkin. Mana shu sizni bizga bo'lgan kichkinagina minnatdorchiligingiz bo'ladi. Like'larni ayamaysiz, videoni bo'lishib qo'yasiz. Sizga shunaqa foydali kontentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarga tushib albatta yozing. Qo'limizdan kelguncha sizga xizmat qilamiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.